Geç kirgen uşakka gelbeyle koyunuz dep. Az bizim gruppadan bir iki bala jolda ekan misal üчүн. Kelatat kırgızlar bilgizbep. Toshkent City choyxonasi yopildi. Bir adam deb bu joqda qanchalagan qirg'izlar jomon ko'rinib qoldilar. Qirg'izlarning ortidan men o'zim suyladim. Bu Kecha choyxonaga yordam so'rab kelgan. İtterdek, ittegen yok. Şaşkolardek, Sviniyedek'te. Şaşkolardek tushunmaydi. Bunu yanlış dedim. To'g'rini aytgan. men butun power bitta chaqiraman. Qirg'izlar ko'tuylarni qisinglar, bizning choyxonaga kelasizlar. Ishagida ishlab, cho'chqada yegani. To'lka qirg'izlar. Mınaki jamat ana bala ketdi mına maşinasını aydapçı. Sırası ketdi mına geldim. Girbegile dep ayttım mına tuğan musulman tuğanımız. Buldağı çıkabız dedi mına getpeyiz dedi. Get girbe atat mına içkeriye girse kırgızdın kızlar dağı mala desken. Boykot bolatmanda bekir gelip siz dedim ağa erkekçe Allah razı olsun mına. Geldim mına tuğanlarımdan ben geldim. Kırgızdın kızlar ayttı. Kızlar çalıp bola albasak ölgülü kırgızdın erkekleri. Erkekçe olur. Boykot bolatmanda gelbeyle turbap saken nafsingіз менен көрөшүп geç açka жүрдүңүz. Geç kirgen uşakka gelbeyle koyunuz dep meni alып çıktım. Men bolsa irgirovka kılıp kelgeniňizди bilbey atat. Az bizim gruppadan bir iki bala jolda ekan misal üчүн. Kelatat kızlar bilgizbey koyduk мынакей. Кирбегиле де айтты азына укпай алгандарга. Ассаламу алейкум. Москвада иштеп жүргөн мекендештер. Бардыңыздар орус айыңыздар менен этилем. Ошондой эле Ташкент Сити, Минская 6 корпус 3-төгө жайгашкан жайкана бир күн мурда Хамза менен Асланбекке акча чогултканы барган волонтерлорду киргизбей койгон. Ал волонтерлор как обычно эле башка чайканалардан эле чогулткандай эле ошол жерден эле отурган кирген адамдардын ошолордон кичине болсо да кайрымдуулук кылып акча чогултуп өзүңүздөр деле билесиздер, ал акча өз ордуна жетип барат сөзсүз түрдө. Аларды киргизбей администрацияда ушинтип отказ кылып койгон туугандар. Бул өтө жаман нерсе чын-чынына келгенде. Себеби алар администрациядан карыз алган барган жок, башка кылган жок, тем более чайканадан акча сураган жок. Ошол жерге барган элдерден сурады. Алар көчөдө туруп алып, көчөдө чогултуп акчаңар деп койгон. Ошондон туугандар, особенно кыргыздар, биз эле барабыз ал жерге чын-чынына келгенде. Биз барбай коелу болду. Гарантия берем, жарым жылдан кийин жабылат ал жер. Такыр барбай коелу бүттү. Раз уж волонтерлор киргизе албайбы, анда биз деле барбай эле коелу. Башка чайканалар ээлерине эле айтат элек, эми алар волонтерлор барса киргизип кое бергиле. 5 минут ал убакыт, 5 минутта да кетет болду. Өзүңөр акча бере албасаңар, башкалар берет. Башкалар жардам берет силерден, ошол деле өтө чоң жардам. Чайканага эми будан кийин Ташкент Сити, Минская 6 корпус 3-төгө барыш жок туугандар. Assalomu alaykum. Birodarlar, qirg'izlarni. Mana bugun ozgina tushunmovchilik bo'lganlar to'g'risida biz bolalardan kelishdi, bolalar bilan so'ylashdik, gapirishdik, uzr so'radik. Mana bugun Toshkent City choyxonasi yopildi. Tushunmovchilik uchun uzr so'raymiz biz. Kelgusida choyxonaga kelib, aziz mehmon bo'lishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana hozir bu video reportaj qilyapmiz. Choyxona hozirda yopildi. Ishlamayapmiz. Toshkent City jamoasi nomidan bo'lgan konfliktda uzr so'raymiz. Biz tomonidan xatolik bo'ldi. Mehmonlarimizni kutib qolamiz. Volontyorlar ham xohlagan paytlari kelishi mumkin. Bir adam deb bu joqda qanchalagan qirg'izlar jomon ko'rinib qoldilar. Qirg'izlarning ortidan men o'zim suyladim. Bu joqda bizning hech qanday gunohimiz yo'q. Qirg'izlarga o'zim bir обращение qilib qo'yin. Singa taqpag'lar, singilbag'lar, sebab bizda bu joqda hech qanday gunoh yo'q. Assalomu alaykum. Men Minskiy ko'chasida joylashgan Toshkent City choyxonasini ish boshqaruvchisi ismim Jahongir. Kechagi bo'lgan holat bo'yicha izoh beraman. Kecha choyxonaga yordam so'rab kelgan volontyorlar bilan korxona xodimlarining o'rtasida tushunmovchilik bo'lganligi sababli uzr so'rayman. Bu holat qaytarilmaydi bundan buyog'iga. Choyxona ma'muriyati bunaqa yordamlar uchun doim ishlaymiz. Ramazon oylari muborakbod bo'lsin barchangizga ham. Choyxonamizga keling, tashrif buyuring, xizmatingizdamiz. Salomat bo'ling. Bu kırgız itterdek, ittegen yok. Şaşkolardek, Sviniyedek'te. Şaşkolardek çünkü boykot deyip, anan kayrele geliöretti, kaykormalar dedi. Bunu yanlış dedim, toğruna aytkan, bir saat uyduğuna aytkan. Bu degen mayke oyunçuk emas, neyse. Bu degen ulu taralık kastıkka gelip geçip. Men bayke adık var, bu bayke adık var. Men butun power bitta chaqiraman. O'zingiz prosta suhbat qilasiz, shevasidan ovozini o'xshatasiz.
Masalan biz kelib turgan bo'lsa, biz 100% bizdan men maqsad. ham onday dedim. Qaysidir O'zbekcha yomon men de suylayman dedim da, men de yaxshilab suylayman bayka. Men bilan o'xshashtirib qo'yish mumkin. Vdруг bir sizlarning konkurentinglar bu debchi. Yaxshi gumon qilish kerak. Любой odam jonida. Bravo. Malali. Men MMS'min. O'zimiz ham izlayapmiz. Turgan el biz. Qirg'izga, o'zbekka, qozoqqa bir-biriga yaqin el yo'q dunyoda shu bayka. Antip degan urush qo'g'alan keragi yo'q bizga. Hozir mol kichkina narsa cho'ng narsa. Yo'q, shuni kim qilyapganiga biz ham hayronmiz. Eshitdim buni men hozir o'zim aytdim, girbeyglar dedim bolalarga. Jo'nini aytmay girbeyglar. Namus bormi, uyat bormi deb. Ishonmasang, o'sha jarmi qirg'iz o'tiradi, hozirda o'tiradi buni, ko'rdinglar-a? Hozir aytsam, bilmayman, namuslilar chiqib ketadi shu yerdan. Keyinroq balkim daha o'ylanib, biroq jomon o'yda qoladi bayka. Ishonib qo'ying, siz 1 emas, 10 emas, 20 emas, 5 so'y klientlarni jo'g'otosizlar. Agar prinsip ko'rib o'zlab turib olsak bayka, bu qizlarlarga men bosib kirib, yumush topib beraman bayka. Men do'stim restoran bor. Намного лучше вашего. Мақтанғандай bo'ladi. Лучше заплатят и лучше устроиться, кетет. Регистрацияға чейин кылып берем. Но так нельзя. Если действительно силердин сотрудниктер айткан болсо, кечирим сурасын. Если он боится мне в глаза это сказать, анда айтсын, видео обращение кылып коюш. Болду, тамам. Mana hozir mana shu narsani biz ham o'sha kelganda o'qidik. Mana u Endi qanaqa qilib aytsa bo'ladi? Endi mo'min odam bir-biriga ishonish kerak-ku. Mana taga aytaman. Vallohi bizdan emas. Agar topsanglar mana shu narsani, biz ham yordam berishamiz. Agar topsanglar, o'rtaga shunday qo'yib qo'yamiz shu odamni. Shu odamni o'rtaga qo'yamiz. Aga, gap yo'q bayka. Vallohi bizdan biz o'zimiz hayron qolamiz. Kim bunaqa qilyapti o'rtaga tushib olib, kim bunaqa so'ylab turib O'zbekiston qilyapti. Siz qaysi shahardansizlar? Namangan. Namangandan. O'zbekistonning jarangkasiga. Bizda da o'zbeklar yashaydi, bilasizmi? Bilasizlar. Moskvadagi bizning o'zbeklarning çayxonasi bor. Alarning gunosi yo'q misoli. Shuni borki, deyishimiz yo'qdir. Alar zapqi deyishimiz. Mana shuni borki, kimgadir tashagan bo'lsa, nomeri bilan tashagandir. Bir cheres bir istasa. Masalan biz bilamiz-ku. Cheres hamma bir-biriga tashaganini istasa, nomeri chiqib keladi shu odam. Aniq topiladi bu. Faqat izlash kerak kim qilgan. Degan itchilikda. Yo'q. Bu kim qilgan bo'lsa 100% noto'g'ri. Dindan desanglar, din jaqdan da to'g'ri emas narsa. To'g'ri aytganda. Odamgarchilik jaqdandagi to'g'ri emas, и mizon bo'yicha da to'g'ri emas. U degan ulutaroq qasdiq deydi. Biz просто Rossiyada musofirmiz, siz biz hech kim emasmiz, bilasiz-a, mana barni aytmaylar qo'ying. Biroq agar O'zbekistonda o'shunday Anga qayta takrorlanmaydi. tushunibdi, rahmat o'sha tushunib, so'z qadrini bilgan odam bo'ladi, gavra qurilay va kim xatorat shularsa o'sha pravda emas. Yo'q. Sizlarda bizni tushundingiz, bizda sizlarni tushundik mana. Odam bo'lganda meni tushunish, o'qib ko'rish kerak, dunyoga jaqinmaysiz. O'zingizdan qoldi, otang keldi-da. Sanam degan bayka, bu degan daha bir jol bu emas, boshqa kuni daha bir narsaning ustidan chiqib qolish, o'shanday narsaning oldini olish uchun doimo tushunuvмен qabul olib yuribmiz-chi. Anchalikqa bormaydi. Moskvada vaqtli sizlar olib ketmaysizlar bu yerga. Mekanlarga borasizlar, to'g'ri? Bizda olib ketmaysiz aka. Borib ketasiz, büyük narsa. Dunyoda vaqtli. Va meslarga aql o'rgatgan olishmi, meslardan kechimda. Balkim balanglar men tengmi, biroq bol jana qilgan narsa bilmayman. O'ta yurak to'g'ritdi-da. Жаман jinim keldi, janim ochdi. Ana men еще bo'lishqam, o'zbeklarning ham yaxshilari bor. Ana endi bu yoqdan aytgan, ana kim aytdi buni, голосовойni qo'yganda men уже zaydni bera olmadim. Yaxshi emas. Buni Alloh o'zi ko'rib turibdi. Kim голосовой tashagan bo'lsa ham niyatga yarasha Alloh tomonidan jazosini olsin. Bu kim голосовой tashagan bo'lsa. Lekin volontyor kelganlar to'g'risida yana bir обращение biz undan uzr so'raymiz. Jana taksitер boykot boshlab, o'shondoq oyog'ini chiqargan yo'qmiz. Çayxanaga kirsang, büt qirg'iz taksis, bütünle qirg'iz baldar, yosh baldar çayxonada o'tirishadi. Al çayxona qirg'izniki, Ozarbayjonniki, Armiyanniki hech kimning ishidagi yo'q. Shu izlab so'rab, qaysi qirg'iz ochgan qarab dag'i kirmaymiz. Tush keldi çayxonaga kirib çay içip falan qayrili mashinaga o'tirib olamiz. Boykot degan qirg'izlar ko'tuylarni qisinglar, nima qilasizlar? Ko'tuylarga priключение izlab. 90% bizning chayxonaga kelasizlar. Ishagida ishlab, cho'chqada yegani. Minskga borsang, Minskda, Volgogradskiga borsang, Volgogradskida Только qirg'izlar. Qorinlar ochganda boykotni unutib qolasizlar. Ko'tinglarni qisinglar, boykot, saykot qilmang.